sizlarga qisqacha qilib tushuntirib ko'rsatib o'tib ketaman nimalar ichganlarim haqida. Har kuni ertalab, men ikkalovi ham kam qolgani uchun bitta korobkaga solib qo'yganman. Har kuni обязательно kollagen ichaman. Kollagen bu organizm uchun kerakli narsa. Soch, tirnoq, suyaklar uchun 100% ayollar ham erkaklar ham ichishi shart bo'lgan narsa. Qoldirmasdan ichaman buni har kuni. Mana bu drain effekti ham bu ertalab odam ishib uyg'onadi-yu, atyok ketkazadi va ozdiradi. Umuman qoldirmasdan, to'xtatmasdan ichaman. Oydinni to'xtatmasdan menga dastavka qildirib beradilar. Shuning uchun men ikkita krujka, bittasida choy ichaman, bittasida drain. Уже ichib bo'ldim. Mana shu choyimni ham sraz ko'rsatib o'tayman, mana bu choy. Shunaqa zo'r, ichi zo'r keltiradi bu. Qoldirmay ichaman. Kokteylni hozir zavtrakka tayyorlab oldim, ichib ketaman. Imamba Beauty Blendmi? O'shani tavsiya qiluvdilar. Menga effekti yoqdi. Yoshartiradigan suyuqlik ekan. Har kuni bitta ichilar ekan.